korxona qaysi paytda samarali faoliyat ko'rsatadi? Rahbar, biznes egasi xodimlarga o'ziga ravo ko'rgan sharoitni, o'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni xodimlarga ham ravo ko'rish kerak. Xodimlarga ham shu narsani tashkil qilib berish kerak. Shunda korxonada samaradorlik o'sadi, rivojlanadi. O'zi o'sha muhitga, o'zi o'sha sharoitga ishlagan bo'larmidi? O'zi shunaqa narsani oilasiga, yo singliga, akasiga, ukasiga shunaqa ish muhitini ravo ko'rgan bo'larmidi? degan savolni har bitta rahbar o'ziga berib ko'rish kerak. Shunda korxonada rivojlanish bo'ladi, shunda korxonada o'sish bo'ladi. Ya'ni korxonaning ichida bo'lganda mahsulot noto'g'ri joylashgan, har xil elektrokabellar osilib yotibdi, xavfsiz muhitni ko'rmaydigan sharoit bo'ladigan bo'lsa, manman degan xodimlar ham korxonada uzoq muddat siz bilan birga ishlamaydi. Korxonada muhitni yaxshilash uchun o'zingizga ravo ko'rganchalik hammaga ravo ko'ring. Shunda korxonangiz qisqa vaqtda yuqori natijalarni egallaydi.